Dasturimiz davom etadi. Elektr va issiqlik energiyasini behuda sarflash, yoqilg'i energiya resurslariga zarar yetkazish o'z o'rnida ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarishi shubhasiz. Zero, bugungi global o'zgarishlar sharoitida ushbu manbalardan oqilona va unumli foydalanish davlatning har tomonlama rivojlanishida katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Yoqilg'i energetika sohasida energiya resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha prokuror nazoratini amalga oshiruvchi xodimlar uchun o'tkazilgan o'quv seminarda bu boradagi masalalar atroflicha o'rganildi. Yoqilg'i energiya resurslaridan tejamkorlik bilan samarali foydalanish, noqonuniy holatlarning oldini olish, energetika sohasini yanada takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Shu maqsadda yoqilg'i energetika sohasida so'nggi islohotlar bilan tanishtirish, malaka oshirish, tajriba almashish va o'tgan yilda amalga oshirilgan ishlarni muhokama qilib, ustuvor yo'nalishlarni belgilab olish maqsadida prokuror nazoratini amalga oshiruvchi xodimlar uchun o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Bugungi kunda mamlakatimizda energiya resurslaridan oqilona foydalanish, ularning behuda sarflanishini oldini olish hamda noqonuniy holatlarni oldini olish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Birgina Navoiy viloyati misolida oladigan bo'lsak, 2025-yil davomida nazorat qiluvchi va himoya qiluvchi organlar bilan hamkorlikda 5000 dan ziyod reyd tadbirlari o'tkazilib, ular bo'yicha 4000 dan ortiq noqonuniy holatlar aniqlandi. Ushbu noqonuniy holatlar natijasida yetkazilgan zararlar undirilishi ta'minlanib, aybdor shaxslarga nisbatan javobgarlik masalasi hal qilindi. Yoqilg'i energetika sohasiga mas'ul bo'lgan prokurorlar hamda tizim korxonalari bilan birgalikda 2026-yilda amalga oshirishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar dasturi, fikr va mulohaza takliflar ishlab chiqildi. Prokuror nazoratini amalga oshiruvchi xodimlar energetika sohasidagi avtomatlashtirilgan markazlar faoliyati bilan yaqindan tanishtirildi. Ular uchun sohadagi so'nggi islohotlar to'g'risida amaliy seminarlar tashkil etildi. O'quv seminaridan biz o'zimizga xulosa qildikki, bugungi kunda aholi o'rtasida energiya samaradorlik hamda energiya resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha keng ko'lamli tashviqot ishlarini olib borish hamda noqonuniy elektr energiyadan foydalanish holatlarini tizimli ravishda aniqlash, fosh etish va ularga qonunchilikda belgilangan tartibda choralar ko'rish lozimligi bo'yicha ko'nikma va xulosalar oldik. Dasturning so'nggi kunida Huquqni muhofaza qilish akademiyasida Bosh prokuratura hamda hududiy prokuraturalarning sohaga mas'ul xodimlari, o'z energiya inspeksiya, elektr va gaz ta'minot korxonalarining viloyat va tuman shahar korxonalari rahbarlari ishtirokida videokonferensiya aloqa shaklidagi seminar o'tkazildi. Seminarda mas'ul vazirlik va idoralarning professor olimlari hamda rahbar xodimlari energetika xavfsizligini ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish, yo'qotishlarni kamaytirish, debitor qarzdorlikni qisqartirish va noqonuniy foydalanish holatlarining oldini olishga qaratilgan ma'ruzalar bilan ishtirok etishdi va kelgusidagi dolzarb vazifalar belgilab olindi.